Bugungi mavzu yelka va bo'yin massaji, hiqildoq sohasi massaji, yuz muskullari massaji. Men har bittasiga bittama-bitta ma'lumot berib o'taman. Yelka va bo'yin massaji mushaklarning tarangligini kamaytirish, qon aylanishini yaxshilash va umumiy holatni yaxshilash uchun amalga oshiriladigan muolajadir. Ushbu massaj turi sabablarga ko'ra paydo bo'ladigan og'riq, zo'riqish va stressni kamaytirishga yordam beradi. Yelka va bo'yin massajining foydalari. Fiziologik foydalari: qon aylanishini yaxshilaydi, mushaklar va terining qon bilan ta'minlanishini oshiradi. Bu hujayralarning tezroq tiklanishiga yordam beradi. Mushaklar tarangligini kamaytiradi. Uzoq vaqt noto'g'ri holatda o'tirish yoki stress natijasida taranglashgan mushaklarni bo'shashtiradi. Suyuqlik almashinuvini yaxshilaydi. Limfa tizimining ishlashiga yaxshilab, shish va ortiqcha suyuqlik yig'ishining oldini oladi. Bosh og'rig'ini kamaytiradi. Bo'yin va yelka mushaklarini zo'riqish sabablari yuzaga keladigan bosh og'riqlarini oldini oladi. Ruhiy va psixologik foydalari. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Massaj organizmda baxt gormoni bo'lmish endorfin ajralishini kuchaytiradi. Uyqu sifatini yaxshilaydi. Massaj qilishdan keyin tananing bo'shashishi, uyqu tezroq ketishiga yordam beradi. Ish qobiliyatini oshiradi. Massajdan keyin charchoq kamayadi va diqqatni jamlash osonlashadi. Massaj usullari. Klassik massaj eng ko'p ishlatiladigan usul bo'lib, quyidagi texnikalardan iborat. Silash qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklarni tayyorlaydi. Ishqalash tarang mushaklarni bo'shashtiradi. Uqalash chuqur mushak to'qimalariga ta'sir ko'rsatib, stressni kamaytiradi. Tepish mushaklarni rag'batlantiradi va ularni tonusini oshiradi. Sport massaji bu sportchilar uchun mo'ljallangan va mushaklarning tezroq tiklanishiga yordam beradi. Kuchli bosim va maxsus harakatlar qo'llaniladi. Uchinchisi nuqtali massaj. Tanadagi muayyan biologik faol nuqtalarga bosim o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Bu usul refleksoterapiya bilan bog'liq bo'lib, og'riqni kamaytiradi. To'rtinchisi tay massaji. Bo'yin va yelkadagi energiya oqimini yaxshilash uchun maxsus bosim va cho'zish usullari ishlatiladi. Uchinchi massaj qanday qilish? Bu massajni qanday qilish kerak? Agar o'zingiz yoki boshqa yelka va bo'yin massaj qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi bosqichlarni amalga oshirish zarur. Birinchi qadam massaj uchun sharoit yaratish. Bunda jim va qulay muhit tanlang. Yoritish yoki o'tirish uchun yumshoq joy tayyorlang. Tabiiy moylar, zaytun moyi, Hindiston yong'og'i kabi moylarni ishlatish mumkin. Ikkinchi qadam bo'yin va yelkani tayyorlash. Oldin yengil silash harakatlari bilan terini isitib oling. Bo'yin va yelkaga yumshoq harakatlar bilan bosim bering. Keyin silash, kaft bilan bo'yin va yelkani asta-sekin silab chiqing. Ishqalash, barmoqlaringiz uchini yoki kaftingizni ishlatib dumaloq harakatlar bilan bo'yin va yelkani ishqalang. Uqalash, barmoqlar bilan mushaklarni bosib, uqalash harakatlarini bajaring. Tepish, kaft yoki barmoqlar bilan yengil tepayotgandek urish harakatlarini bajaring. To'rtinchisi, massajni qilishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Bo'yin umurtqasida jiddiy muammolar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish kerak. Yuqori qon bosimi bo'lsa, bosim ortib ketishi mumkin. Yallig'lanish yoki jarohatlar bo'lsa, massaj qilmaslik tavsiya etiladi. O'ta charchagan yoki kasal bo'lsa, organizmni ortiqcha zo'riqmaslik kerak bo'ladi. 5. Massaj qachon va qancha vaqt davomida qilinishi kerak? Profilaktika uchun haftasiga 2-3 marta. Har bir seans 10-20 daqiqa davom etadi. Stressni kamaytirish uchun kuniga 5-10 daqiqa. Og'riq bo'lsa 15-30 daqiqa davomida, lekin shifokor tavsiyasiga qarab. Keyingisi hiqildoq massajiga o'tamiz. Bunda bo'yin va halqum sohasiga qaratilgan yumshoq massaj turi bo'lib, ovoz boyligini yaxshilash, tomoq mushaklarini bo'shashtirish va nafas yo'llarini faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Ushbu massaj tovush apparati bilan ishlovchi odamlar, qo'shiqchilar, diktorlar, o'qituvchilar hamda hiqildoq mushaklarida tarangligi bo'lgan kishilar uchun foydalidir. Hiqildoq massajining foydalari: ovozni yaxshilaydi, ovoz paychalari va halqum mushaklarini bo'shashtirib, ovozni yanada ravon va kuchli qiladi. Nafas olishni osonlashtiradi, nafas yo'llarining faoliyatini yaxshilaydi va bronxlarning havo oqimini yaxshilaydi. Stress va zo'riqishni kamaytiradi. Bo'yin mushaklarini bo'shashishi orqali asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
qon aylanishini yaxshilaydi. Bo'yin va hiqildoq sohasida qon aylanish faollashib, yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Ikkinchisi, hiqildoq massajining turlari. Yengil refleksiya massaji. Bunda ovoz paychalarini bo'shashtirish va umumiy dam olish uchun amalga oshiriladi. Nozik va yumshoq harakatlar ishlatiladi. Terapevtik massaj. Ovoz paychalari bilan bog'liq muammolar, ovozning xiralashishi yoki tomoq charchoqlarini bartaraf etish uchun qo'llaniladi. Uqalash va maxsus nuqtalarga bosim berish texnikalari ishlatiladi. Ovoz terapevtik massaji. Ovoz bilan ishlaydigan odamlar uchun maxsus usul bo'lib, diafragma va bo'yin mushaklarini faollashtirishga qaratilgan bo'ladi. Ovozni rostlash va kuchaytirishga yordam beradi. Massaj qilishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Bo'yin yoki halqum jarohat bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashmasdan massaj qilmaslik kerak. Tomoq yoki hiqildoqda yallig'lanish bo'lsa, infeksiya tarqalishini oldini olish uchun massajni to'xtatish tavsiya etiladi. Yuqori qon bosimi bo'lsa, bo'yin va hiqildoq massaji bosimni oshirish mumkin. Qalqonsimon bez kasalliklari bo'lsa, endokrinolog bilan maslahatlashish lozim. Massajni qachon va qancha vaqt davomida qilish kerak? Profilaktika uchun kuniga 5-10 daqiqa. Ovoz muammolari uchun ovoz bilan ishlovchilar har kuni 10-15 daqiqa davomida bajarilishi mumkin. Tomoq charchoq yoki stress bo'lsa, og'riq yoki taranglikni yo'qolgunga qadar 5-7 daqiqa seanslar tavsiya etiladi. Endi 3-mavzumiz yuz muskullari massaji. Yuz terisini yoshartirish, qon aylanishini yaxshilash, mushaklarni bo'shashtirish va ajinlar paydo bo'lishini oldini olish uchun bajariladigan muolajadir. Ushbu massaj texnika kosmetologiyada ham, tibbiy muolajalar tarkibida ham keng qo'llaniladi. Yuz massajining foydalari: qon aylanishini yaxshilaydi, yuz terisini kislorod bilan ta'minlab, sog'lom va yorqin ko'rinishga olib keladi. Ajinlarni oldini oladi, mushaklar tonusini oshirib, terining tarangligini saqlaydi. Yuz shishini kamaytiradi, limfa tizimini faollashtirib, ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. Teri elastikligini oshiradi, kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Bu esa yuz terisini yoshroq ko'rsatadi. Yuz massajining turlari: klassik, an'anaviy yuz massaji, silash, uqalash va ishqalash texnikalari qo'llaniladi. Yuz terisini yaxshilash va charchoqni kamaytirish uchun ishlatiladi. Limfa drenj massaji. Yuz shishini kamaytirish va toksinlarni chiqarish uchun maxsus usullar qo'llaniladi. Teri ostidagi suyuqlik oqimini yaxshilashda yordam beradi. Yapon massaji. Chuqur bosim texnikasi yordamida yuz muskullarining tonusiga, teri elastikligini oshirish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Nuqtali massaj. Maxsus biologik faol nuqtalarga bosim berish orqali bajariladi. Teri holatini yaxshilash va umumiy sog'liqni mustahkamlash uchun foydalidir. Massaj yo'nalishlari. Yuz massajini noto'g'ri yo'nalishda bajarsangiz, ajinlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'nalishlar: peshona markazdan chetga, qoshlar orasida chekkaga tomon qilinadi. Ko'z atrofidagi soha burunning yon tomonidan ko'z qovog'i bo'ylab chetga qarab. Yanoqlar burun chetidan quloq tomonga, og'iz atrofidagi soha labning chetidan quloq tomonga. Jag' chizig'i iyakdan quloq bo'ylab yuqoriga. Bo'yin pastdan yuqoriga, lekin qalqonsimon bez sohasiga bosim bermaslik kerak. Massaj qilishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar: terida ochiq yaralar yoki yallig'lanish bo'lsa, husnbuzar yoki ekzema bor joylar ehtiyotkorlik bilan qilinadi. Qalqonsimon bez muammolari bo'lsa, bo'yin sohasiga kuchli bosim o'tkazmaslik kerak. Yuqumli kasalliklar bo'lsa, isitma yoki virusli infeksiyalar paytida massaj qilish tavsiya etilmaydi. Gematoma yoki qon aylanish muammolari bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish kerak. Massajni qachon va qancha vaqt davomida qilish kerak? Profilaktika va kundalik parvarish uchun haftasiga 3-4 marta, har biri 10-15 daqiqadan. Shish va charchoqni kamaytirish uchun har kuni ertalab yoki kechqurun 5-10 daqiqa davomida bajariladi. Yuz massaj vositalari. Guosha toshi qon aylanishini yaxshilaydi va shishlarni kamaytiradi. Jade roller limfa drenajini faollashtirib, yuzni tetiklashtiradi. Mikrotokli massaj moslamalari elektr impulslar yordamida mushaklarni tonusiga keltiradi. Vakuumli bankalar limfa tizimini faollashtirib, yuz shaklini yaxshilaydi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.